Okalar qarang, eng baland nuqtada turibmiz. Qarang, pastlikqa qarab ketasiz, havo toza joydamiz. Kelgan manzilimiz Uchqo'rg'on postdan 9 kilometr kiradi. Qibrey tumani madaniyat mahallasi bo'ladi. Sotuvga shu xonadonni qo'yib yubordik. Ma'lum bir sabab 7 sotix, fasadlariga kattaligi bitta e'tibor berasiz. Yo 3 taraflama ko'cha, bu yoq tarafda ham ko'cha, bu yoq tarafda ham ko'cha, uglovoyga joylashgan xonadonimiz bo'ladi. Okalar, 7 sotix, 3 ta xonasi bor, o'zligi yashab turishibdi. Bitta sanuzil, bu yoq tarafda 4 ta 5 ta xona, podvallari bor. 100 ming dollar baholab qo'yganmiz. Endi ichkanini ham bitta qisqacha ko'rsatib o'taman. Ko'rasiz, chap tarafda asosiy bino, xonadon egalari yashab turishibdi. Xonadon to'ppa to'rt burchak shaklda bo'lyapti. Mana bu yoq tarafini ko'ryapsizlar. 3-4 ta xona qurib qo'yganlar aka, podvallari bilan chiroyli holatda bo'lyapti. Mana hovlisini. Endi bu yerda sizga plyuslarini aytadigan bo'lsam, aka, yo 3 sotig'ini ham, 4 sotig'ini ham sotish imkoniyatlari bor, chunki uglovoyda joylashgan bo'lyapti. O'zlari bilan gaplashasiz, egalarning raqamligisini qoldirib qo'yaman. Start 100 ming dollar bo'lyapti. Kelishadigan joylari bor. Aniq manzil lokatsiyalarimiz Telegram kanalida bo'ladi. Bemalol suhbat qilib, aloqa qilib, kelib ko'rib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.